Obuna bo'lasizlar $100 beraman. Qoidasi bo'yicha o'zim so'rayman. Obuna bo'lishingiz kerak. Oxirgi 3 ta videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Repost qilasizlar, saqlanib qilasizlar. Qoidasi bo'yicha o'zim so'rayman. Sizlar kelib so'rasanglar, bermayman. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, mana shu videoni tarqatib qo'yinglar. Gilam skeletida gilamlarni arzon sotyapmiz. Ishonch hosil qilish uchun suhbat qilamiz klientlarimiz bilan. Assalomu alaykum. Videoga olaman, qarshi bo'lmasangiz. Roziman. Rozimisiz? Roziman. Gilamni Instagramdan ko'rdingiz, to'g'rimi? Ko'rdim. Narxi nech pul deb aytilgan bo'lsa, aytilgan narxdan rostmi? Rost. Sifati yaxshimi? Sifati yaxshi. Sifati Zo'rmi? yaxshi bo'lgani uchun bittani olib ketdim. Hop. Mana yana ikkinchi marta olishga chiqdim. Rost akasimmi? Rost Siz bilan akasim. hech narsani kelishib olmadikmi? Yo'q. Qanday Hammasi borsin? haqiqat. Bemalol kelasizlar, gilam skeletiga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yolg'oni yo'q. Arzon narsani o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. To'liq ma'lumot pastdagi raqamlarda. Gilam skeletida arzon gilamlarni sotamiz. Mijozlar bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Videoga olaman, qarshi bo'lmaysiz. Gilam ko'rib, narxlarini ko'rdingizmi? Nechta gilam olmoqchi edingiz? Bitta gilam olmoqchi edim. Bitta gilam olmoqchi edingiz. Hozir nechta gilam olyapsiz? Ikkita. Bitta gilamni puliga ikkita gilam olyapsizmi? Rostmi shu narsa? Ishonchingiz hosil qildingizmi ko'rib? Ishonch hosil qilib olib ketamiz. Nima deysiz? Tavsiya qilasizmi qolganlarga? Tavsiya qilaman. Kelingizlar, mana arzon narxlarda ko'nglingizda qanday narx bo'lsa berishar ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bemalol kelasizlar, gilam skeletiga obuna bo'lish esdan chiqmasin. To'liq ma'lumot pastdagi raqamlarda. 30 ta qiynalgan oilaga gilam tekinga tarqatamiz. Ayazlar 2-iyun kuni faqat mahallada spravkangiz bo'lishi kerak. Shu videoga bitta like bossang, yaqinlarga tarqatib qo'ying, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Manzilimiz Sergeli indeksda. Undan tashqari pulingiz bo'lmasa, muddatli to'lovga olish imkoniyatiga ham egasiz. Batafsil ma'lumot quyida raqamida. Amin, Alloh. Sog' bo'lsin, xayrli bo'lsin. 30 ta gilam ihsonlikka, to'ppa-to'g'ri eshitdingiz, 30 ta gilam ihsonlikka 2-iyul kuni hammaga tarqatamiz. Faqat sizdan talab qilinayotgan narsa bitta mahalladan spravka olib kelasiz, kam ta'minlangan degan spravka olib kelasiz. Men oddiy blogerman, lekin bular ham ihson qilyapti, o'zlaridan orttirib sizlarga. Shu videoga bitta like bosinglar. Manzilimiz Sergeli indeksda soat 3 da kelasiz, spravkangiz bilan gilamlarni birini olib ketasiz. Har nima o'sha ham uyingizga, ro'zg'oringizga qoladi. Undan tashqari bo'lib berish imkoniyatiga ham egasiz, nomerlarni qoldirganman. Shu videoga bitta like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Donasi 400 mingdan to'ppa-to'g'ri ishlar. Negativlar e'tibor qilmanglar. Mana shu ko'rib turgan avvalliklar donasi shu turishi 400 ming so'mdan 140 ga 220 ayazlar. Bular 650-700 ming sotilgan. Bulardan kam qolganligi uchun hozir 400 mingdan qilib qo'yganlar donasini shu turishi. Undan tashqari ko'rib turgan gilamlaringiz 35 ming so'mdan kvadrat metri. Negativga e'tibor qilmang opajon. Eng zo'rlar faqat Toshkent bloger ukangiz topib beradi sizga. Bitta like cham bosib qo'ying, manzil tushuntiraman sizga. Obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lsangiz, like bosasiz, manzil Ibn Sino savdo markazining orqasida gilam skelet nomerlarini qoldirdim. O'zlari nomerlarini qoldirdim. Bizlar admin nomerlarga telefon qilmanglar, o'zlari nomerlarini qoldirdim. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. To'xtang. Voy. Endi yashirin kamera Sergeli indeksda. Nima sababdan qo'g'irchoq ushlab turibmiz ikkalamiz? Chunki bu qo'rchoqlarimizga bizani farzandlarimiz uchun yashirin kamera o'rnatib beramiz. Shunaqa mягкий игрушками, mashinachalarni qanaqa qo'rchoq olib kelsalar ham o'rnatib beramiz. Undan tashqari mashinanglar uchun, uyinglar uchun, ofisinglar uchun ham yashirin kameralarimiz mavjud. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Mana ham gapiray. Xohlasangiz uyingizga обычный kamera o'rnatib beramiz. 12 kunlik dastavka xizmatlari bormi? Da, 12 ta viloyat uchun ham dastavka xizmatlarimiz bor. Bemalol dastavka qildirsanglar ham bo'ladi. Narxlari hamyon bo'lib ekan, ayazlar 12 kunlik dastavkasi bor ekan. Yana aytaman, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Manzil Sergeli indeksda. Shu videoga bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'ying. Narxlarni ham tashlab yubordik. Ko'rib turgan gilamiz 55 ming so'mdan. Bunisi ham 55 ming so'mdan. Bular 110 ming, 120 ming sotilgan kvadrat metr hozirda 55 mingdan usbit qo'yilgan. Undan tashqari 12 viloyatda arzon gilam do'kon faqat bizniki. Toshkentdagi eng katta gilam yarmarkasi bizniki. Manzilimiz Sergeli indeks gilam yarmarkasi. Batafsil ma'lumot quyidagi raqamda. Bitta like bosib qo'ying, shuncha mehnat qilaveramiz. Mana bu xona 3 kishilik xonalar 85 mingdan boshlanadi. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, hamma sharoitlar bor. Endi oilaviy xonadan ko'rsatsak. Qani ketdik. Bu oilaviy xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, eng asosiysi sanuzeli ham bor. Ayazlar, manzil tushuntirishimdan oldin bitta like bosib, boshqa mavzuga obuna bo'lib turing, manzil tushuntiraman.
Manzil Mirzo O'rog'bek Parkinskiy bozoriga kelishda Shafsirish chorrahadan o'ngga Ayzar Iso Haytil quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiyasi bor. Toshkent bozor eng zo'rlari faqat bizda. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Toshkent bozori profilimizga like bosib, podpisatsiya bosib qo'ying. Sizlarga Toshkentdagi eng zo'r obzorlarni ko'rsatishda davom etamiz. Endi Saksondan 2 metrgacha daroshkalarni zo'r keladi azizlar. 12 viloyatda bunaqa narxda topolmaysiz, faqat bizda. Daroshkalarni ko'ring, bemalol xilma-xilidan keldi. Gapimga javob beraman. 12 viloyatda yo'q. Toshkent bozori bloger kanali xalqiga eng zo'rlarini tavsiya qiladi. Shuning uchun men har doim gilam yarmarka bilan birga ishlaymiz hamkorlikda azizlar. Manzil Sergeli Index gilam yarmarkada quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Shu videoga bitta like bosib Toshkent bozoriga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman. 20 ming so'm, 20 ming so'm, 20 ming so'm, 20 ming so'm. Shu yerda ko'rib turgan gilamlaringizni kvadrat metrini atiga 20 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan daroshkalaring kvadrat metri 30 ming so'mdan ekan. Ayzlar video oxirigacha ko'ramiz. Xohlagan daroshkalaringizdan ham bor. Narxlar 12 viloyatdan ham arzon. Xohlagan turdagi metrajli gilamlaringizni topasiz. Xohlagan turdagi gilamlaringizni topasiz. Kelinglar. Manzil Sergeli Index gilam yarmarkada azizlar. Shu videoga bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'ying. Toshkent bozor bloger kanali xalqini yaxshi ko'radi, xalqqa eng zo'rlarini tavsiya qiladi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Toshkent bozori profilimizga hamda gilam baza profilimizga podpisatsiya bosib qo'yinglar. Hammanglarni kutamiz. Kelinglar. Shuni hurmatlovchi bitta like bosib qo'yib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. 200 ming turishi hech qanaqa kvadrat metr emas. Turishi 200 ming so'm, 2 ga 3 6 bo'ladi azizlar. 200 ming so'm berasiz, 2 ga 3 xohlagan gilamchangizni olib ketasiz. Undan tashqari tovarlarimiz ki bo'ldi, ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol 20 ming so'mdan keldi. Keling. 35 ming so'mdan. Keling. 35 ming so'mdan, 35 ming so'mdan daroshkalar. Bunaqasi faqat bizda. Toshkent bozor bloger kanali xalqiga eng zo'rini tavsiya qiladi. Toshkent bozoriga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Manzilimiz Ibn Sino savdo markazining orqasida gilam sklati. Bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'ying. Bunaqasi faqat bizda.